153 hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Law ya'lamu allazi yashrabu wa huwa qa'im ma fi batnihi lastaqa'ah." Agar o'ri turib ichimlikni ichayotgan odam uning qornining ichida nima bo'layotganligini bilgan bo'lsa, cho'qim ichgan narsasini yondirib etadi. Başqa hadisda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "La tashrabanna ahadukum qayyima." Hech qaysinglar o'ri turib ichimlik ichmanglar. Başqa hadislarda Peygamberimizning o'ri turib ichganini rivoyat qilingan. Biroq u ichgan ichimligi yoki zamzam bo'lgan, yoki o'tirishga imkoniyat bo'lmagan edi. Xulosa: agar ichimlik zamzam bo'lmay yoki o'tirishga imkoniyat bo'lsa, uning o'tirib ichgani afzal bo'ladi va bu bugungi kunda unutilib ketgan sunnatlarning biridir.